Jabroil alayhissalom aytdilarki, ikkinchi zinaga chiqqanimda, ey Muhammad alayhissalom, kimki sizni ismingizni, Muhammad degan ismingizni eshitsa-da, sizga salovat aytmasa, burni yerga ishqilib jahannamiy bo'lsin. Amin deng dedilar. Amin dedim. Odamlar borda, bitta davrada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlarini 100 marta zikr qilasiz, bir marta sollallohu alayhi vasallam deb qo'ymaydi. Telefon o'ynab o'tiradi. Unga rasuli eslatilyapti. Unga payg'ambar eslatilyapti. Endi shu ummat qiyomat kuni shafoatni istaydi. Shu ummat yo Rasululloh sizni sevaman deydi. Shu ummat payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'lishni orzu qilaman deydi. Shu ummat ko'cha-ko'ylarda kimni yaxshi ko'rasiz desa, uyalmasdan Rasululloh yaxshi ko'raman deydi. Shu ummat uyalmasdan Rasululloh desa, boshqacha gaplarni gapiradi, olifta gaplarni. Lekin payg'ambar alayhisalom salovat aytmaydi. O'tirgan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta eslamaydi.